Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xanqa Ahimboboyev tumanidan Shinekli kat yo'limiz beriladi bir oy oldin. Dekabr oyida boshida oladingiz mana. Mana ishlab turibdi ekan. Kat yo'limiz ichki qavati 4lik listdan, tashqi qavati 3lik listdan. Yana kat yo'limizning qalinligi. Miyalari nagruzka shinek diqilgan vaqtida orqaga qaytarib ishlaydi. Reduktorlarimiz duaynoy reduktor bo'ladi. Bunkerimiz 100 kilo 90 kilo atrofida ko'mir oladi. Kat yo'limizni yanashi miyasi akıllı miyadan bo'ladi. Usta kat yo'lini ichki ekan. Yaxshi ishlatding. Acayip zor. Bir oy mobaynida kamchilik ne qizdirishlari Yok kanası cahinde. Acayip kaçıyor. tavsiya tassahrang. Hakikat. Gaz yok ellere sarı oldu bu. 13-14 yıl oldu. Öyle buz kese geldi bir çıkart. Cahini kızdırıp. Ben şunu kullanılan bağını şimdi ekibinin başında kurduk. Bir sıkkına meyet. Aktıkla azet kırıktı. Ameye tavsiye etmem şu kat yollarda. Klientimizning fikri. Kelaverasizlar. Buyurtma asosida yasab beramiz.